Let's go. Hammaga salom. YouTube kanalida ko'rish turganimda vapshim xursandman. To'xtanglar. Men sizlarni bugun YouTube kanaliga taklif qilishimdan oldin bu gapirayotgan lokatsiyam o'zi videoni o'rtasida bo'lishi kerak. O'shaning uchun videoni boshiga qaytamiz. Sizlar bilan juda ham zo'r narsalarni boshdan kechirib va yana mana shu lokatsiyaga qaytamiz. Let's go. Malayziyadan bizning navbatdagi videomiz olamiz. Bugun sizlarga men juda ham zo'r narsalarni ko'rsatib beraman Malayziyada. Hozir bizni Samen University of Malaysiyadanmiz. Universitet kampusidan hozir bizni taksi chaqirganman, ketamiz. Ya'ni mallga, targoviy sentrga boramiz. U yerda men sizlarga ularning milliy ovqatlarini, narx-navolarini, supermarketlarda nimalar bor, hammasini ko'rsataman va bundan tashqari yana zo'r mavzular to'g'risida yo'l-yo'lakay gaplashib ketamiz. Hozir taksiga o'tdi, mana biz ham ketdik taksida. Sizlarga yo'llarni ko'rsatib boshlayman. Videoni oxirigacha ko'ring, vapshim qiziq video. Xursand bo'lasiz oxirida. Biz mallga keldik, targoviy sentrga. Bu yerda hamma narsa bor ekan, kiyim-kechakdan tortib market, ovqatlanadigan joylargacha. Hozir biz marketning joyidaman, sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, arzon ekan bu yerda 10 ringgit. Shunaqa narx-navoda ekan, futbolkalar 15 ringgit, shimlar mana 20 ringgitdan. Bu degani greta bir 100 mingda O'zbekistonning narxida shunaqa 100 mingga bitta shim, futbolka olib, polni kiyinib ketsanglar bo'ladi. Hozir yana nimadir qiziq narsalar bo'lsa sizlarga ko'rsatishni boshlayman. Let's go. Вот, mana marojinlarning narxini ham sizlarga ko'rsatib ketaman. 4,5, 6,5, 6 tipi 15 ming, 20 ming, 30 ming mana shu atrofda. Bu yerda mana dorilar magazini bor ekan, aksessuarlar sotadi. Bu yerda ham ovqatlar qilishyapti, mana har xil milliy taomlari mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda mana ochki, shunga o'xshagan narsalar sotyapti. Bu yerda ham ovqatlari bor ekan, o'zining milliy taomlari. Mana bu malayziyaliklarning milliy do'ppilari, xuddi O'zbekistonnikiga o'xshagan milliy do'ppilari bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana sizlarga shu joydan ko'rsatib ketaman. Bu yerda universitetga narsa zakaz qilsanglar, mana bunaqa zakazlarni qo'yib ketishadi. Mana bu yerda main entrance kiriladi va cho'tga mana zakazlarni olsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, shu paytgacha ko'rdinglar. Men bu videoni kecha olgandim va qisqaroq bo'lib qolganligi uchun davomini mana shu joydan olamiz. Xo'p, bugun sizlarga nima qilamiz? Marketga boraman, narx-navolarni sizlar bilan tanishtiraman va men o'zim o'qiydigan Samen universitetining lokatsiyalarini, chiroyli joylarini sizlarga ko'rsatib va bundan tashqari necha pul topsanglar bo'ladi bu joyda va oyiga qancha xarajat ketadi, mana shu narsalar to'g'risida ham gapirib beraman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Let's go. Xo'p, sizlarga men chiroyli joylarni ko'rsatib ketaveraman. Bu mana o'sha boshladik. Universitetimizning asosiy o'qish binolari mana shu tarafda bo'ladi va hozir sizlarga men asosiy chiroyli ko'prigini oldiga borib ko'rsataman. Ungacha ozgina ma'lumot berib o'tib ketay. Xo'p, bilasizlar, bizning universitet Malayziyada juda ham nufuzli universitetlardan, chunki bu filiali, ya'ni Xitoyda ochilgan Samen universitetining filiali hisoblanadi. Bu yerda kelib o'qisangiz, dunyoning любой davlatiga o'tadi diplom va 2 talik diplom berilgan. Bu qanaqa diplom? Bittasi Xitoyniki, bittasi Malayziyaniki. 2 talik diplomni qabul qila olasizlar bu kelganlardan keyin. Xo'p, narx-navosi qanaqa? Bizga hozir 50%, 75%, даже 100% gacha grant beryapti. Buni hisoblamaymiz, lekin asl narxini olib aytadigan bo'lsak, bu o'qish 3,5 ming dollar o'rtasida. Greta bir O'zbekistonning xususiy universitetlari bilan bir xil. Nu zatto bu top 300 taliga kirgan universitet. Shunisi ham bor va darslarning hammasi ingliz tilida bo'ladi va eng zo'ri bilasizlarmi nima? Nafaqat bizning universitetda, butun Malayziyada studentlar har xil davlatlardan kelgan. Ya'ni bizning universitetda o'zida 48 xil davlatdan bor. Tasavvur qilasizmi? 48 xil millatni uchratishingiz mumkin. Arablardan tortib Xitoylik, Koreys, Yapon, Indoneziya, Tailandliklar, O'rta Osiyoning boshqa yana o'zimizdagi hamma davlatlarni, Qozog'iston kiradi-yu, Qirg'iziston, o'zbeklar, hammasi bor. Afrikanistlar bor, Yevropaliklar bor. Juda ham ko'p davlatlar bor va
hammasi bilan birga zo'r community qilsangiz, o'rtoq bo'lsangiz, butun dunyoda tanishlaringiz bo'ladi zo'ra. Hop, biz mana bu joyga keldik. Qalay, chiroylimi? Takoy, mana ko'prikdan o'tib boriladi. Qaranglar, tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda studentlar yashaydi. Mana binolarning hammasi studentskiy yotoqxonalar va mana bu yerdan kelib turib, bunaqasiga o'tsanglar, YouTube'ga zo'r video olsanglar bo'ladi. Kelganinglarda xuddi menga o'xshab, men qiz yugurib ketganiga chalg'ib qoldim. O'tib olay dedi, hozir. O, mana yerda konsert bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, o'sha yerda o'tirib sizlarga video olgandim. Telefonim tushib ketmasin hozir. Mana bu yerda suv bor, chiroyli joylari bor. Mana bu to'g'rida ko'rayotgan binolar, u mana yerda nimalar bor? Basseyn bor, trenajyorniy zali bor. Bundan tashqari katta marketlari bor, ovqatlanadigan 5-6 xil joylari bor. Shunaqa narsalari bor. Mana Samen universiteti prinsipi shunaqa xuddi lagerda yashagandek bo'lasiz. Vafshim zo'r davlat va vafshim zo'r universitet. U yoqlarga borib ko'rsatishim shart emas. Shu yerda o'zidan orqaga qaytamiz. Sizlar bilan shu marketga borib yaqindan tanishtiraman, marketda nimalar borligini. Xo'p, bu yerga qanaqa kelasizlar degan endi savol. Nafaqat bizning universitet, butun Malayziyada o'qimoqchi bo'lganlar qachon nimalar kerak bo'ladi, shu narsalar sizlarga to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketaman. Aynan hujjatlar, necha pul xarajat qilishinglar, qachon topshirishinglar. Bu yerga kelishinglar uchun ingliz tilinglar yaxshi bo'lsin. Qanaqadir to'g'ri IELTS tili 5.5 bo'lishi mumkin, lekin kelguninglarcha mabodo topshiradigan bo'lsangiz, speakinglarni zo'r qilib kelinglar, chunki bu yerda ingliz tili davlat, ya'ni ingliz tilida gaplashishadi va sizga ingliz tili 100% kerak, bo'lmasa qiynalasiz bu yerdagilar bilan muloqot qilishga, ish topishga. Va kelasizlar bu yerga ingliz tilini zo'r qilinglar, IELTS tili 5.5+ bo'lsin va GPA ile ham bular GPA ni unaqa baland so'ramaydi. Grade bir to'g'ridan baland bo'lsa, bo'ldi, 100% grant yutaverasiz bu yerda. Va hop, qachon qabul ochiladi? Bu yerda sentyabrga o'qish avgustda boshlanadi va sentyabrga o'qishga keladigan bo'lsangiz, endi o'zimiz tilda aytaylik, fevralda boshlanadi. Yanvar fevralda bemalol o'qishga qabul xati topshirsangiz bo'ladi va olasiz ham, xudo xolasa bu yerdagilar beraveradi. Viza chiqishi ham 100% aniq. Malayziyada hozir o'zbeklar uchun unaqa qiynamaydi. Elchixonaga borib suhbat ham qilmaysiz. Bularni o'zi sizga primoy viza jo'natadi, o'sha bilan kelaverasiz, bo'ldi. Xo'p, yanvar fevralda boshlanadi. IELTS 5.5+ bo'lsin, speakingingiz darmanli bo'lsin, imtihonlarni topshirganingiz ham o'zingizga plus bo'ladi. Va GPA'ingiz to'g'ri bo'lsin, mayli. Uni ahamiyatsiz grantga, no IELTS ili bo'lsa bo'ldi. Bu yerda universitetlar qanaqa? Dunyoning top 300 taliga kirgan, 100 taliga kirgan universitetlar ham bor. Bizaniki 300 talik dedim. Boshqa universitetlar bor, APU universiteti bor, Taylor's universiteti, Intel universiteti, dunyoning top 200 taliga kirgan universitetlar ham bor. University of Malaya, Osiyoning top 10 taligida turadigan universitetlar, vaqtim zo'r. IT ga, tem bo'li sizlar xohlayotgan business management, marketing, hamma yo'nalishlari bor. Bizda ham bor unaqa narsalar. Da, shunaqa aytib o'tib ketmoqchiman umumiy universitetlarning qismini. Bundan tashqari yana kontraktlariga to'xtalsak, hozir men videoni primo yozyapman. Har bitta mavzuga alohida to'xtalish uchun men ssenariy yozmaganman. Esim kelgan narsalarni aytib ketaman. Xo'p. Kontraktlari qanaqa? Bizning universitet 3.000-3.5 ming dollar degan bo'lsa ham, boshqa universitetlar ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Nufuziga qarab turib, bizaniki normalniy. Va boshqa universitetlar, masalan, APUlar, ular bo'lishi mumkin 6.000 dollar bo'lishi mumkin. Intel universiteti 5.000 dollar bo'lishi mumkin. City universiteti bor. U City universiteti bizanikidan uroveni sal pastroq bo'lishiga qaramay, u ham kompyuter sohasida yaxshi universitet. U ham 2.5 ming, 3.000, 4.000 dollarga menimcha qabul qiladi. Va bundan tashqari Alfa universiteti bor. Alfa universiteti hozir hammaga o'zbek studentlarga 100% grant berib yotibdi. Maqsadingiz Malayziyaga kelish bo'lsa, Alfa universitetiga ham bemalol kirsangiz bo'ladi. 100% tekinga o'qiysiz, birinchi yilini faqat o'zingizga yashashingizga pul ishlatsangiz bo'ldi. Yana nimalar bor bu yerda? Bu islomiy davlat, musulmon davlat. Bu yerda ikki xil politsiya ishlaydi. Shariat politsiyasi va qonuniy politsiya. Ya'ni nima demoqchiman? Qonuniy politsiya bu o'sha o'g'rilik qilish, jinoyat qilishlar, boshqa narsalar, odam o'ldirib qo'yish, mashta pichoqlab ketish, shunaqa narsalar uchun ishlaydi. Shariat politsiyasi qanaqa? Ko'chada islomiy davlat bo'lganligi uchun, misol uchun parichkalar bo'ladi, o'zimiz tilda aytganda. Shunaqa. O'tib ketsinlar, brat. Parichkalar bo'ladi. Ana shunaqalarni ko'chada misol uchun bir-biri bilan gaplashib o'tirganini, quchoqlashib turganini prosta tak ko'rib qoladigan bo'lsa, shtrafga solishi mumkin. Shunaqa. Bu yerda islomiy davlat bo'lganligi uchun madaniyatga, axloq xulqqa juda ham qattiq e'tibor beradi politsiya. O'shaning uchun shunaqa bo'tlar.
Yana nimalar deyishim mumkin? Malayziya to'g'risida ovqatlari bizaniki bilan pashti bir xil. Bu yerga kelsangiz ovqatdan deyarli muammo bo'lmaydi. Narx-navosi ham qimmat emas. Halol ovqatlar hammasi bu yerda va shu sababli ham juda qiynalmaysiz. Qattiq halol ovqat bor ekan, do'konlarga kirsangiz ham deyarli hamma mahsulot bu yerda halol. Mana hozirlarni ko'rasizlar, zo'r mashina o'tib ketyapti bu yerda. Uy, ko'rdinglarmi? Bu qanaqa mashina bilasizlarmi? Universitetni tozalab beradigan mashina. Da. Nimaga to'xtaldik? Ovqatlariga. Da, ovqatlari juda ham zo'r, halol, narx-navosi arzon. Bitta ovqatlanishingiz 30 ming, 40 ming so'mga tushadi. Shunaqa narxlar. Xo'p, bizni hozir men sizlarga magazindan oldin sportni arenaga keldim. Sportni arenani ko'rsataman. Mana basketbolga qiziqadiganlar, basketbol bor, mini futbol bor, stol tennis bor, voleybol bor. Xo'p, yana nimalar bor? Amerikanskiy sokker bor. Hozirligi men o naryoqda stadion bor, stadionni ham ko'rsaman. Mana mashitdan asosiy bino, bu yoqqa ko'rasizlar. Mana mashitdan boshlab ketadi. O men bu yoqda qolib ketdim, men sizlarga boya aytgan trenajyorniy zal, ovqatlanadigan joylar. Ularni ham hozir borib sizlarga ko'rsataman. Xo'p, narx-navolarni, nimalar borligini, mana studentlar bugun yakshanba bo'lganiga libraryga borib turib, prostatdagi darslarni qilib, mana shunaqa qaytishyapti. Hop, stadionga bu tarafdan bora qolamiz. Naryoqda menimcha rekonstruksiya bo'lyapti, qurilish. Mana shu binoni aytib sizlarga. Bu yerda asosan foundation degilar ham o'qiydi-da. Foundation degilar mana shu binoda o'qiydi. Mana 4 ta etaj, polniy va mana bu yerga bakalavrga o'tasiz, degriga. Mana stadion ham ko'ryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bu yerda trenajyorniy bir balo anaqalari ham bor, maydonchasi ham bor. Bemalol dars qilsangiz bo'ladi. Xo'p, mana yaqindan ko'rasizlarmi? Pollarni. Xo'p, sizlarga boshqa narsalarni aytib turay. Darslar qanaqa bo'ladi? Darslar qiyin emas. Ingliz tilini bilsangiz bo'ldi deyman-ku. Bo'limenida kompyuterdan asosiy darslar bo'ladi. Har doim kompyuter butun dunyoda hozir rivojlanyapti. Matematika bo'ladi, ingliz tilingizdan bo'ladi va o'zingiz sohangizdan, biznes bo'lsa biznes, boshqa soha bo'lsa IT bo'lsa IT ga qo'shimcha nimadirlar qo'shiladi. Darsni eplasangiz bo'ladi. Ja Amerika, Yevropani darajasidagi qiyin emas, bu zo'r. Mana poli. Shunaqa gaplar. Chiroyli, takoy biz hozir o'sha binoga qarab kirib ketamiz. Hop, mana basketbolning arenalar. Videoni bittadan o'raman bo'lmasdan, чтобы sizlarga ham, menga ham qulay bo'ladi. Montaj qilishda ham, sizlar ham qiynalib qolmaysizlar. Ana alohida videolarni ulab qo'yganda tushunish kerak. Xo'p, endi men sizlarga ishlash to'g'risida aytib beray. Malayziyada 20 soat ishlash bor. Ruxsati bor, ishlasangiz bo'ladi, faqatgina no tarafi bor. Bu yerda dars 5 kun bo'ladi. Hamma universitetda 5 kun bo'ladi, adashmasam. Va ishlashingiz, to'liq kun ishlashingiz ozgina qiyinroq. Part time ishlasangiz, darsdan keyin bo'ladi. Universitetdan birinchi navbatda hujjat oling. Har doim nelegalniy narsalar qilib o'tirmang. Misol uchun universitetga borib turib, men mana shunaqa joyda ishlayapman deb turib, hujjatlaringizni olsanglar, o'zingizga qonuniy jihatdan muammo bo'lmaydi. Xo'p, agar full time ishlaydigan bo'lsanglar, bu yerda full time ishlaydigan bo'lsanglar, mabodo o'qishga chiqmay turib, $600-700 topsanglar bo'ladi bir oyda. O'zbekistonniki bilan narx-navo oyligi ham, narx-navolari ham bir xil bo'ldi, aytganimdek. $600-700 topsanglar bo'ladi. Va bundan tashqari, part time ishlaydigan bo'lsanglar, $300-400 topsanglar bo'ladi. Da, deb shunaqa. Mana biz ham o'sha keldik. Ovqatlanadigan joylarda odamlar ovqatlanishyapti. Biz hozir men sizlarga o'sha yerdan ham kirsa bo'lardi, asosiy joydan kirib ko'rsatayman. Shunaqa gaplar. Mana men brat mashina haydab chiqyaptilar. O't olishimiz kerak bizni. Yana aylanib shu joyga keldik mana. Mana men asosiy joydan ko'rsatmoqchiman desizlarga. Xo'p. Mana shu yerda foundation o'qishadi. Deyarli hamma kelganlar. Tsamen universitetinikida bu. Shunaqa gaplar. Sizlarga mana kirgandek ko'rsatdik. Mana o'sha yerda yashayman.
binoda. Hop, mana kirganda nima bo'ladi? Sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Sirazi kirasizlar. Bu yerda mana yotoqxona oladigan bo'lsanglar, masjidga murojaat qilasizlar. Nari yoqlarda sizlarga ID, student ID'lar beradi. Hop, bu yoqlarda dars qilib o'tirsanglar bo'ladi. Misol uchun, men sizlarga hozir tepaga chiqib turib, birinchi navbatda basseyn bilan trenajyorning zallarini ko'rsataman. Eng asosiy qiziqarli joylardan bittasi o'sha. Bu bino 4 tami 5 ta etajli. Mana o'sha chiqdik ham. Bu yerda leksiyalar bo'ladi mana. Mana bu xonalarda leksiyalar bo'ladi va qo'shimcha darslar bo'ladi. Foundation degilar uchun. Va mana biz keldik. Mana. O'sha manzara boshlandi va mana qarang. Mana bu yerda bemalol xohlagan paytingiz kelib cho'milsangiz bo'ladi. Ikkita joyda bo'lsa, trenajyorning zallar. Bemalol zalga kirib turib, trenovka qilsangiz bo'ladi. Hozir o'tib kira olmaymiz. Bolalar aniq qotgan bo'lsa, mashq qotgan bo'lsa, yoqmaydi ularga. Shunaqa ko'rinish. Bezovta qilmaylik deyman, videoga olib bo'lani. Prosta o'zini diskomfortni his qilish mumkin. Ularni ham tushunish kerak. Hozircha zalga kirmaymiz. Endi biz ovqatlanadigan joylarga boramiz. Ovqatlanadigan joylarni ichiga kirishga men to'g'risi uyalaman. Kirib turib, qishlama olmasdan turib narx-navosini videoga ko'rsatgani. O'zingizlar bo'lganingizda ham ancha uyalardinglar. O'shaning uchun tashqarisidan ko'rsataman. Qanaqa kafelar borligini, xo'pmi? Let's go unda. Ozgina charchadim chunki video 15 minutdan beri adashmasam yozilyapti va hali dam olganim yo'q. 15 minutdan beri kameraga gapiryapman. Hech qanaqa tayyorlanmasdan turib. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar meni. Mana ketdi. Mana bu yerlarda ovqatlansanglar bo'ladi. Bu yoqlarda qo'shimcha darslar qilishadi, ustoz bergan vazifalarni qilib o'tirishadi, ovqatlanmasdan turib ham. Nari yoqda qanaqadir bayramlar qilishyapti xitoyliklar. Xo'p, qanaqa ovqatlar bor bizda? Bunda kelganinglarda mana birinchi navbatda Xitoylik ovqati bor, Astananiki bor, o'zimizning Qozog'istonning Astanani ovqati va Resti degani bor va oxirida yana bitta bor. Bularning hammasi halol ovqatlar. Hammasi halol ovqatlar topsangiz bo'ladi. Bu yerda non halol ovqatlar yo'q. Aytganimdek musulmon davlat bo'lganligi uchun. Va endi oxirgi joy bizda sizlarga va nihoyat. Menimcha bu bilan keyin video ham tugaydi. Magazindagi narx-navolarni ko'rsataman. Sizlarga o'ylashimcha narx-navo qiziq bo'ladi. Mana studentlarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Qanaqa bayram qot. Zo'ra takoy. Hozir magazindan men video ulaveraman mashinga. Menimcha hozir videoni to'xtatmasam kerak. Ну, в принципе, to'xtatmaymiz deb bo'pti. Let's go. Hop, mana biz magazinga ham keldik. Sizlarga hozir narx-navolarni ko'rsataman. O'rtacha nimalar borligini. Hop, shampundan boshlaylik. Let's go. 15 ringgit Malayziyadagi shampunlar. Clearman hammamizga mashhur. Bu degani, greta bir 35 ming degani. Hop, mana shunaqa narsalar bor. O'rtacha shampunni ko'rsataman sizlarga. Hop. Endi men sizlarga kelinglar, shirinliklarni ko'rsataman. Mana bunaqa pechenyelar oladigan bo'lsanglar 3 ringgitdan, bu degani greta bir 9000 so'm degani. Oreo'lar bor mana. 10000 so'm. Oreo'lar bor, mana bunaqa narx-navolari bor. Bunaqa shirinliklar bor, sizlarga mashhur mana bunaqa pechenyelar bor. Zo'ra, takoy 15 mingdan 10 ming, 15 ming kofilar bor. Mana kofini pochkasi narxi 20 ringgit, 40 ming so'm ekan. Bular o'zi kofilar odatda qimmat bo'ladi hamma davlatda. O'zinglar ham bilsanglar kerak. Xo'p, yana nimalar ko'rsataman men sizlarga? Hop. Mana idish tovoqlarni ko'rsataman sizlarga. Tarelka, vilkalarni ko'rsata qoling. O'zimizda shu yerdan olamiz-da, studentlar. Xo'p, mana bunaqa tarelkani olsanglar, 7000 ga olasizlar. Kosa oladigan bo'lsanglar, greta bir 9000 so'mga olasizlar. Shunaqa 7000, 9000 tarelkalar narxi. Mana bu yerda bunaqa narsalar ham bor. Va ichimliklarning narxi. Oddiy suv sizlarga qiziqmi? Oddiy suv. Mana shu suv 3000 so'm turadi. Xo'p, yana mashhur nimalar bor? Mana bunaqa oddiy limonadlari ham 3 ringgit, bu degani bir 7000 ga turadi. Xo'p. Yana qanaqa narsalar bor sizlarga? Kola bor. 250 ringgit. Bitta olaman. 250 ringgit bo'lsa, hozir emas, kattarog'ini olamiz. 9000 bo'ladi. Yo'q, 8000 bo'ladi. Bitta 05 kola.
Shunaqa gaplar. Вот mana. Narx-navolar shunaqa gap. Xo'p, do'stlar, menimcha video shu joyda tugaydi. Hammangizga oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Men sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot bera olgan bo'lsam, Malayziya to'g'risida xursandman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Malayziya to'g'risida bundan ham zo'r videolar chiqadi va kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarga aynan Malayziyada nima qiziq, nimani ko'rsatib bering. Let's go. Rahmat sizlarga oxirigacha ko'rganingiz uchun erinmasdan.